chiqib koptok o'yna dedimmi? Mollarga kim qaraydi? Men senga aytdim o'ynamaylik deb. Akang aytganini qilsang bo'lmaydimi sen? O'ziga ayt, bu aytdi-ku o'zi futbol. Mollarga qaraymiz, yur. Aytdim-mi? Ana shu yerga yangi ip qo'yganim qo'chqornikini qira ketdi bu. Ip qayerdan olding aka? Topdim-da, hozir uchaman. Maycha? Ha. Bu yoqqa keling ham. Bu ip akam olib ketdilar. Qani, men aytdim-ku, qo'chqorniki bunga tegmagin dedim-ku senga. Akangni aytganini qilsang bo'lmaydimi? Mana emas akam. Ana shu oldi bu. Mana shu yerlarga rezin qo'yib qo'ygandim, kerak bo'ladi deb. Qayerda ekan a? Aka shkafdagi rezin oldigmi? Yo, boshqa bu. Akibdi ber. May. U shkafdagi rezni bekor olibsan, onam gapirar, uni qamabka. Ebi, men tekkam yo'q, akam o'ziga olib kelgan. Ya qachon olib o'zing olgansan-ku? Aka yur mollarga suv beraylik. Yur, yo'q, yur, o'tiramiz, yur. O'rtancha o'g'lingiz sho'x bo'lganda bir koyib qo'ying. Xabarim bu. Dada, ona birinchi kundan boshlab Meksikoda sertifikat uchun tayyorlov kurslari boshlanadi. Men o'sha yoqqa qo'yinglar. Sertifikat olib, hali imtihonsiz talaba bo'laman. Mollarga suv bersizlarmi? Men senga suv beray dedim, sen yo'qki o'tiramiz deding-ku, suv berib kelaman men. Gümburlar tağlarning darasi, chavandoz yigitning sarasi.